2002,5 ming atrofida pulinglar bo'lib turib, yaxshi Matiz qarab yurganlar shu o'tamisizlar, bu videoni o'tkazib yubormaylar. Sababi sizlar uchun $2550 ga 2013-yil tayyor metan gazli Matiz Mix mashinasini sotuvimizga joylashtiramiz. Mashinamizning holatlarini ko'ringlar. Holatlari yaxshi holatlarda bo'lib turibdi. Chiroyli chexol poliga solib qo'yishgan. Aytib o'tganimizda gazlari bor. Mashinamiz 400 ming atrofida yurgan. Glavnisi, korobkasi, kardina seplenalari, motorlari, hadoylari hammasi yaxshi yurib turgan tayyor mashina. Bu mashinamizga 4 ta yaxshi balonli taqib qo'yishgan, kraskasi o't betida bor. Seryozni udarlari ichiga o'tib yomon bo'lib ketmagan. Aytib o'tganimizda gazli ustunovka qildirib qo'yilgan. Bu taraflarini ham ko'rish mumkin. Holatlari juda ham yaxshi holatlarda bo'lib turibdi. Narxini qiziqinglar, bu xudo xolsa yaxshi narxlarda qo'yamiz sizlar uchun, kanal rivoji uchun. Akalar sizlarga yoqqan bo'lsa, aytib o'tganimizda bu 2013-yil ishlab chiqarilgan Matiz Mix mashinasini sizlarga $2550 bo'lsa beraveramiz. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman, telefon qilsanglar, qolgan ma'lumotlarni olasizlar. Mashinamiz yoqsa kelib ko'rib, savdosini qilib olib ketishingiz ham mumkin. Telegram kanaliga ham qo'shilib olinglar. Sababi hamma videolarimiz birinchi bo'lib Telegram kanaliga joylashtirib qo'ygan bo'lamiz. Bu Matiz mashinamizning ham videosi Telegram kanalida bor. Akalar, kuzatish davom etinglar. Hali bundan yaxshilarini qo'yish davom etamiz.